Assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlarga bir Italiyadagi Salarka bilan dizel bilan benzinning bir narxini ko'rsatmoqchiman. Dizel bizi puliga 28 ming bo'lyapti. Pastdagi dizel plus 29 mingdan oshiqroq bo'ladi. Mana pastdagi super plus bu benzin. Bu ham o'sha 29 ming atrofida degani. Eng qizig'i, bundoq borib yursak, metan shu 1,5 ming yevro bo'lsa, bu 20 ming atrofida bo'ladi. Eng qizig'i mana hech qanaqa xizmat ko'rsatuvchi yo'q, o'zi kelib urib, sekin gazni quyib ketaveradi. Kassa bu tomonda, ichkarida. E'tibor bersangiz, hech qanaqa beton to'siqlar yo'q. Ma'lumot qiziq bo'lgan bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar.